Assalomu alaykum, kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi rolligimizda sizlar Taxta bozorining yo'lida Vinzavodga yaqin yerda ishini 2 qavatli 180 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz bilan tanishib o'tamiz. Arzon narxda ekan, ajoyib messa polojiyasidan gap so'z bo'lishi mumkin. Bu yerda mashina qo'yadigan messalari bor. O'ngdan, chapdan zilonli zonalarga ega. Meva daraxtlarni chiroyli qilib ekib ko'tarasizlar. Gaz va suvdan muammosi yo'q. Ham pishgan kashtan solingan xonadonimiz. Bismillah deb giramiz. Ishlari yarmi damir ishlardan girgandan katta dalani hurmatli vatandoshlar. Keyin tushgan. Shunchasizlar bir 5,5 labba. Bunina hurmatli vatandoshlar 720 lar arkayn chiqadi. 7,5 chiqib boradi. O'ng tarafimizda listnisamiz yog'ochdan chiroyli qilib laq-laq ko'tdilar. Bu yerda registrlar, aynalar, ark faramlarni aboydan chiqqan. Birinchi etaj plita, ikkinchi etajasi og'och bilan bosilgan. Pastda bir dona zal, sanuzel, oshxona, keyin bog' qismi bor, hurmatli vatandoshlar. Oyoq teglari pol, ya'ni baland pol qilingan, asosiy o'tiradigan messasi. Listnisani tengida bir meyda ichida qo'ymaqa messalari bor, yetarlicha izlar. Xolasangiz bir harakacha ikkalab beklab qo'ysangiz bo'ladi bu yerni, chiroyli qilib. Ajoyib joy ekan, ham arzon narxini videoning davomida aytib o'tamiz sizlar. Videolarimizni to'liq yurib boshlangizni so'raymiz. Berimiz 4-6 razmerda tushgan zal qismi bo'ladi. Oyoq teglari pol, aboydan chiqqan, eshiklar MDF eshiklardan azizlar. Birinchi televizor zonasi, rozetkalar qo'yilgan. Yo'l ham azizlar bir 200 metrmi, 300 metr yurib chiqasizlar ko'pi bilan. Bu yerda oshxona qismi bo'ladi. Bu ham aboy, kotellar qo'yilgan bu yerda. Katyolni yonboshlari kafil qilingan. Bu tarafda esa bog' qismi bo'ladi. Bog' ham katta tushgan. Yo'l orqaga bir krugoy steshga qilsangiz, bu tarafda meydachada qo'ymagan messalari bor. Yetarlicha endi sanuzelni ko'rsatib, ikkinchi qavatni ko'rib o'tamiz sizlar. Bu yerda sanuzel, oyoq teglar, devorlar kafil, arisollar bor, unitaz, vannalar qo'yilgan, rakovinalar bor, registrlar, bu yerda kiyim mashin to'shalari. Общий 4 xona bir dalonga ega bo'lgan hovli joy. Yuqorida bir ozroq yana kichkina bir dalonchasi ham bor. Bismillahirrohmanirrohim deb ikkinchi qavatdan chiqamiz sizlar. Berlarning yog'ochdan o'tilgan qo'lishidan yerlari. Bu yerda shuning holi bor. Bir 5,5 lar chiqadi. Bunina 330 lar bor. Bu tarafda hurmatli vatandoshlar balkon qismi taraf bo'ladi. Bu yerda bir xonasi bor. Ishlar MDF ishlardan. Oyoq tegli laminat. Yana 280, uzunasi 5,5 kattalikda. Bu yerda 2 xonasi bor. Bir xona, bu yerda ikkinchi xonasi. Berimizning razmeri hurmatli vatandoshlar yana 330-320 lar chiqadi. Aboydan chiqqan aynalar plastronlardan. Oyoq tegli laminat pol. Bu tarafda esa şu zalning üstü zal 4-6 razmerda tushgan bu ham laminat pol qilingan, aboydan chiqqan, kanizlar qisilgan, aynalari ak faramlaridan azlar, registr baynan tenda, suv svet gazlar bor, muammosiz gap turibdi. Yo'la 200-300 metrda yurib chiqasizlar ko'p bilan Vinzavod. Yollarında azlar Taxta bozor yo'li, Vinzavod, Mosazavodga yaqin yerda joylashgan. Shuni 2 qavatli 180 kvadrat metr bo'lgan hovli-joy bilan tanishib o'tdik. Narxi 650 milyon so'm. Kelishadigan yeri bor. Dokument ishlovdan muammosi yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Ekranda sizlar uchun obyektning nomerlarini yozib qoldiramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayr deb qolamiz.